بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, Ramazan ayı hadisleri okuna devam etamiz. Bugün Musannaf İbn Abi Şeybe kitabında kelgan bir hadisni olib ketirmiz. Bu ilk babalarımızdan kelganda ko'rgan bir odat, yo'l deylik. Bu da bo'lsa, o'sha hayit oldindan hayitga borganda uğramlardan takbir aytib keldi. Bu qizg'anishga qarshi bu odatini yildan yil kemi bora, to'la bora, qay bir avullarda bor, qay birlarida endi unutuldi da qizg'anishga qarshi. Ammo bizga bu hadisni esda tutib, bu sunnatni endi tirg'izirga kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي مصلى. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hayit kunida uyindan chiqqach takbir aytaydi, musalliga, ya'ni namoz o'qiy turgan yerga kelib yetganchiga hadlikdi. Hatta yaqdi solah, ham takbirni aytaydi, shu hayit namozin o'qiganchiga hadlikdi. فإذا قضى الصلاة فقطع takbirni. Agar namoz o'qidi ekan, shu takbir aytini to'xtataydi. Bu dalil bo'lib tura bizga shu hayit kiruv bilan bizim bitimizde Ramazan ayı bita, akşam namazı bilan boshlana, akşam namazından so'ng Shavvalning birinchi kuni. Bu hayit tuni. Shulay biz bunday anchalar kiramiz, qutlay boshlaymiz. Hammada sunnat bo'lib tura ko'p etib takbirlar aytib. Nechta etib takbir aytila? Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, va lillahil hamd. Ham shu takbirlarimiz bizning aytila qachonga xatlik? Hayit namozi o'qilgancha xatlik. Ham endi shu va'z boshida aytilgancha sunnat bo'lib turayni bek ko'p ko'riladi. Amal uram boshlaridan yo'llarda takbir aytib keladi. Bu shulay sunnat. Biz kichkina vaqtda sizlar endi esingizdadir, boboylar shulay aytdilarimiz. Har belgililari, sen shu uramdan shu xatli kishi tushasiz, siz bir kishi shu uramdan tushasiz, hammalar takbir aytib tushalar. Bu odatni, bu yo'limizni, bu sunnatni, bu dinimizda bo'lgan amalni unutmaslik kerak. Chunki bu takbir shodlik takbiri. Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh eng buyugi, Alloh eng buyugi. La ilaha illalloh hamdan boshqa ibodatga bir nindi loyiqli iloh yo'q deb Allohu akbar va lillahil hamd Allohga borsha maqtovlar deb. Bu hayit kunida hayit namozini xatlik ishlanib turgan ko'rkam bir amal sunnat bo'lib turadi. Ham shu hayitning sunnatlaridan shulay hayit munchasi kiruvlar. Shulay o'zlariga kirmagan g'usl olib quyunib shu hayit usuli deylar endi biror yangi chista eng noto'g'ri kiyimlarini kiyu xushhis parfyum degan tamli moylar bilan kiyilib ham biror xurmo oshov yoki shay ichib ketuv shulay shu hayit kunining sunnati bo'lib turadi. Bu hayitning sunnatlari bizning eng boshdan g'usl olib chista tag'in yangi bo'lsa hayitda tag'in bir sunnat bor, yangi kiyim kiyu yoki hamda bayramlardagina kiyadigan chista motor kiyim kiyib xushhisli moylar terib ham oshab ichib kelsak bizning bu sunnatni o'tagan bo'lamiz, ham ajr olamiz Alloh qarshisida. Bizda endi biror qo'noqqa chaqirdilar ekan, to'yga bo'lsin manda yoki shu nikoh degan nikoh to'y yoki birarsining bola shayini valima yoki babay oshana deganda babay shayini chaqirdilar ekan, yoki biror to'ra yoki biror zo'r biznesmen deganda bir uchrashuv yoki biror kelishuv qo'l qo'yarga chaqirdi ekan, biz endi motor kiyimlarini kiyamiz. Shulay biz qiymatli parfyumlarimizni sebabimiz ne uchun? Shu kishi bilan uchrashuv uchun, o'zimiz to'g'rida o'ng'ay fikr tug'dirsin uchun. Ammo g'alamlarning Robbisi chaqira, shulay shukr etib shu hayit namozini o'qirgan.
Biz unda birinchi chiroqda ig'tiborliroq bo'lishga tiyishmiz, chunki biz Robbimiz bilan uchrashuvga, Robbimiz bilan Robbimizni zikr ettirgan bo'lamiz. Shunga ko'ra o'sha g'ayitga bizga shunday motor ravishda borishga kerak. Ham borishga kerak. Tag'in bir aytganni esga tushiraman, bu ro'za g'ayitida bir narsa o'shab borishga kerak. Qurbon g'ayitida kirizincha osham yuborasan, Qurbon chalog'ini itinda osh pishirib osharish uchun. Hamda bu ro'za g'ayitida bizga kirizincha ishib oshab boru sunnat ko'p amallardan ko'rina. Hammasi sunnat bo'lib turaydi, yov borig'a. Ham qaytganda ikkinchi yo'ldan qaytarga. Chunki qaytganda birinchidan endi bilamiz, masjidga borgan sayin har bir odam uchun izgilik, ajr savob yozila. Ham borgandagi kishilarni tabriklaysan, qutlaysan, qaytganda endi ikkinchi yoqdan, ikkinchi o'ramdan qaytasan ekan, sen ikkinchi kishilar bilan ko'rishasan, shu qutlovni, shu izgi duolarni, xayr tilaklarni sen boshqa kishilarga, ko'proq kishiga erishtirasan. Shunga da hikmati shundan turib ikkinchi yo'l bilan qaytuv. Mana bu qisqacha sizga azrak esga tushirib ketib bo'ldi, qo'y bir g'ayitning sunnatlari, amallari. Shunga ko'ra bizga shu kunni, g'ayitni qarshi olib, bir-birimizni qutlab, taqabbalallohu minna va minkum deb Alloh taolo bir-birimizdan shu qilgan izgiliklarni qabullardan qilsin deb, Alloh taolo rizo bo'lsin deb, qiyomat kunida ajrlarini ko'rgan nasib etsin deb shu tilaklar tilab, takbirlar aytib, aminda shu shista kiyimlardan borib Allohni zikr etib, borib shu Allohdan zo'rlab donlab g'ayit namozini o'qib qaytarga nasib etsin. Ham esga tushirib ketaman, bu ikki eng zo'r bayramlarimizni ko'tarishga kerak. Shu bayramlarimizda bir-birimizga bo'laklar berishib, tug'anlar bilan yig'ilishib, do'stlar bilan yig'ilishib, bolalar bilan bayram etib. Chunki ta'mir qavatning bir darsimizda aytganik, bütün boshqa bayramlarni biz bek zo'r darajalarga ko'taramiz. Ana ajrli, savobli bayram etirga ko'ngil ochirga kerak bo'lgan bayramni biz bayramga sanomaymizda. Bizning bu bayramimiz quyma oshqodan aru ketolmaydi. Bu bek qizg'anish, bek zo'r kamchilik. Bizga shu bayramimizni motorlig'ini da ko'rsatadigan. Bolalarimizni, tug'anlarimizni, erlarimizni, xotinlarimizni, ata-onalarimizni, bolalarimizni bo'laklar berib, shodlantirishga, qutlarga kerak shu o'zimizning eng ko'rkam bayramlarimizni. Alloh taolo bizga hidoyat tavfiq bersin, shu bayramlarni hurmatlarga, zo'r darajalarga ko'tarishga, hamda shu sunnatlarni o'tab Allohning rizolig'iga erishib, bu dunyoda da ham oxiratda da baxt saodatga erishishga nasib etsin. Subhanallahi va bihamdihi, va ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.